Oxirgi 10 kunlikda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning holatlari. Aslida butun muborak Ramazon oyi muqaddas va barokatlidir. Uning har bir soati, har bir lahzasi qadrlashga loyiq. Lekin oxirgi 10 kunlik Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalariga ko'ra Alloh taologa ibodat uchun xos holatlarni o'zida jamlagan. Hadis sharifda kelishicha, oxirgi 10 kunlik kirganda Nabiy sallallohu alayhi va sallam mana bunday holatda bo'lar edilar. Shadda mi'zarahu va ahya laylahu va ayqadha ahlahu. Bellarini mahkam bog'lar edilar. Ya'ni tun bo'yi ibodat qilish uchun tayyor bo'lar edilar. Tunlarini bedor o'tkazar va ahllarini ham uyg'otar edilar. Imom Buxoriy rivoyati. Boshqa paytlarda ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam tahajjud namozini o'qir edilar. Uning rakatlari uzun bo'lar edi. Gohida Nabiy sallallohu alayhi va sallam tahajjudga kechaning o'rtasida, gohida esa oxirgi 3-qismida turar edilar. Lekin muborak Ramazon oyining oxirgi 10 kuni haqida Hazrati Oysha roziyallohu anha aytadilarki, bu kechalarda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ibodat uchun bellarini mahkam bog'lar edilar.